Xo'p, ekran yaxshi ko'rinyapti, ha? Yaxshi. Demak, boshlaymiz. Diqqat bilan ahamiyat beringlar. Shulardan boshlayman. Birinchi shu testni yechib, keyin yangi mavzuga o'tamiz. Xo'p, demak, birinchi misolimizda mana shu ko'rinishda chizma berilgan. A va B to'g'ri chiziq bir-biriga parallel bo'lsa, x ni topishimiz kerak. O'sha kun men sizlarga oldingi darsda aytgandim. Mana shu nuqtasiga bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Shu nuqtaga bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz va mana bu burchakni alfa deb olamiz. Bu burchakni beta deb olamiz. Ichki almashinuvchiligidan keladida mana bu yer beta bo'ladi. Ichki almashinuvchiligidan bu yerga ham keladida beta bo'ladi. Endi alfa bilan mana bu yer alfa bo'ladi. Alfa bilan betani yig'indisi 70 gradusga teng edi. Alfamiz bizda 2x plus 15 plus x plus 10 teng 70 ga. 3x teng 45. X ni topsak 15 gradus bo'lar ekan. Demak, birinchi misolimiz javobi 15 gradus ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimizda A va B to'g'ri chiziqlar bir-biriga parallel bo'lsa, x ning qiymatini toping deb savol berilgan. Bu yerda ham xo'p, biz birinchi mana bu chiziqlarni davom ettirib olaylik. Ya'ni bu parallel to'g'ri chiziqlarni davom ettiramiz. Keyin diqqat bilan ahamiyat berib eshitib turing. Xo'p. Mana bu yerda mana bu burchagimiz alfa bo'lsa, keladida o'quvchilar bu 180 minus alfa bo'ladi, to'g'rimi? Bu beta bo'lsa, bu burchagimiz shunda qo'shniligidan 180 minus beta bo'ladi. Endi boya misol eshitdik-ku. Mana bundoq parallel chiziq o'tkazamiz. Shunda ichki almashinuvchi burchaklar mana bu yer 180 minus alfa, a bu yer bo'lsa 180 minus beta. Shu yerda hozir men sizlarga bitta formula chiqarib ko'rsataman. Ahamiyat berib turinglar. Shu ko'rinishdagi savollar kelsa, parallel to'g'ri chiziqlardan tashkil topgan savollar kelgan vaqtida mana shu ko'rinishda bu alfa, bu beta, bu gamma bo'lsa, alfa, beta, gammalarning yig'indisi 360 gradusga tengligini ko'rsataman. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitib turinglar. Bizda hozir 180 minus alfa bilan plus 180 minus betaning yig'indisi mana bu boshidagi x plus 10 ga teng bo'lyapti. O'sha x plus 10 ni biz gamma deb olsak bo'ladi, ha? Alfa va beta u yoqqa qo'shish bo'lib o'tsa, alfa plus beta plus gamma 360 gradusga teng bo'lar ekan. Tushundilaringiz, ha? Endi sizlar har doim buni keltirib chiqarishlaringiz shart emas. Alfani nimasi bizda x plus 40 ga teng, betamiz x plus 16 ga va gammamiz x plus 10 ga teng. Teng bu 360 gradus. 3x teng 310 294 menimcha. X topsak 7 9 8 98 gradus. Demak, A javob bo'lar ekan. Nimada? Ikkinchi savolimizda. Tushunarli bo'ldi? Keyingisi A B to'g'ri chiziqlar berilgan. A to'g'ri chiziqda ko'rsatilgan tartibda A, B, C nuqtalar, B to'g'ri chiziqda esa D nuqta olingan. A va B parallel to'g'ri chiziqlar berilgan. A nuqta olingan, B nuqta olingan, C nuqta olingan. Bunda bitta D nuqta olingan. A, B, D burchak. A, B mana shu burchak 75 gradus ekan. A, C, D burchagimiz bo'lsa, A, C, D burchagimiz 40 gradus ekan. Xo'p, B, D, C ni toping degan. B, D, C ni toping. Xo'p, qaranglar. Diqqat bilan ahamiyat beringlar. Mana bu yerda mana bu chiziqni davom ettiradigan bo'lsam,
ikkita parallel to'g'ri uchinchi to'g'ri bilan kesganda ichki almashinuvchi burchaklar tengligidan mana bu 40 gradus bo'lsa, bu ham 40 gradus bo'ladi. Endi mana bu chiziqni davom ettiradigan bo'lsak, ikkita parallel to'g'ri uchinchi to'g'ri bilan kesganimizda mana bu yer 75 gradus bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan bu yer ham 75 bo'ladi. Demak, mana bu yerni alfa desam, alfa plus 40 ning yig'indisi 75 ga teng bo'ladi. Alfani topsak 35 gradus. Bizdan so'rayotgan burchak BDC 35 gradusga teng bo'lar ekan. BDC burchagimiz 35 gradusga teng bo'lar ekan. Xo'p, mana 3-chi savolimiz ham ketdi. Keyingi savolga o'tamiz. 4-chi savolida bisektrisa bo'lyapti. Ahamiyat bersalaringiz, bu yog'i x + 6 bo'lsa, bu yeri ham x + 6 ga teng. Ovoz va ekran haqida nimalar deya olasizlar? Yaxshimi? Yaxshi ko'rinyaptimi hammaga? Muammolar yo'qmi? Xo'p, yaxshi. Bisektrisa bo'lsa, endi ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi necha gradus bo'lardi? Ikkita parallel to'g'ri uchinchi to'g'ri bilan kesganimizda ichki bir tomonli burchaklarimiz yig'indisi necha gradusga teng bo'lardi? 180 gradusga teng bo'lar edi. To'g'rimi? Xo'p, yaxshi. 180 gradusga tengligidan. Demak, mana burchagimiz to'lig'i 2x + 12 va mana bu yerda x turibdi. Jami ularning yig'indisi 180 gradusga teng. 3x teng bo'ladi. 180 - 12 ga 3x teng. 170 68 ga. Demak, x'imiz 56 gradus bo'lar ekan. Javob B. Bizdan x ni toping deb savol berilgan. Xo'p, yaxshi. Demak, 4ta savolimiz ketdi. Keyingisiga o'tamiz. 5-chi savolga keldik. Juda yaxshi chizmalar berilgan ekan. Shu uchun bu testni yechishga qaror qildim. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. Mana bu chiziqni davom ettiradigan bo'lsak, endi bu chiziqni davom ettiramiz. Xo'p, qarang. Endi D1 chiziq bilan D2 chiziq parallelligidan mana burchagimiz qo'shni bo'lganligi uchun 60 gradus bo'ladi. Parallelligidan ikkita parallel to'g'ri uchinchi to'g'ri bilan kesganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli ichki almashinuvchi burchaklar necha gradus bo'lardi? Teng bo'lardi. Ichki almashinuvchi burchak mana bu 60 gradus bo'lsa, keladi mana bu yeri ham 60 gradus. Bu bilan bu vertikalligidan bu yeri ham keladida 60 gradus bo'ladi. Endi yana bitta parallel to'g'ri o'tkazaylik mana bu 3 dan. Shu yerda qarang. Ikkita parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesganda ichki almashinuvchi burchaklar tengligidan mana bu 60 gradus bo'lsa, keladida mana bu yeri ham 60 gradus bo'ladi. Xo'p, mana bu yerimiz qo'shniligidan 70 gradus, ichki almashinuvchiligidan mana bu yeri ham 70 gradus. Uchalasining yig'indisi yoyiq burchak kattaligiga asosan 180 gradusga teng. 130 plus x teng 180 ga x ni topsak 50 gradus bo'lar ekan. Demak, x burchagimiz 50 gradusga teng ekan 5-misolimizda. Keyingi savolda, 6-savolda A va B parallel to'g'ri chiziqlar BC va EC mos ravishda ABD va DEF burchaklarining bisektrisalari bo'lsa, x ni toping deb savol berilgan. Xo'p, yaxshi. Diqqat bilan ahamiyat bering. Bu misolni yechishda boshlaymiz. Qarang. Bu yerda mana bu bisektrisa bo'lganidan mana bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa. Bu yer beta bo'lsa, bu yer ham betaga teng. Ikkita parallel to'g'ri chiziqda uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar teng. Ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi bo'lsa 180 gradusga teng bo'lar edi. Shundan shu parallel to'g'ri chiziqlarni chizib olamiz.
parallel to'g'ri ikkita katta parallel to'g'ri chizib olamiz va mana bu yerdan bu bisektrisa edi. Bu chizig'imiz ham bisektrisa. Mana bu yerni alfa deylik va bu yerni beta deylik. Bizda hozir shular berilgan. Mana bu burchagimiz 40 gradus deyilgan. 40 gradus bo'lsa, shu nuqtadan parallel bitta to'g'ri chiziq o'tkazdim va ichki almashinuvchi burchak bu yeri ham beta, bu yeri alfa bo'lganidan alfa plus betaning nechiligini topdik o'quvchilar. 40 gradusga tengligini topdik. To'g'rimi? Demak, bu yerda burchagimiz 40 gradusga teng ekan. Endi alfa plus beta 40 gradus. Buni o'chiraman. Mana buni o'chirib tashlayman va boshqa bitta burchak chizib olaman. Ahamiyat bering. Sal kattaroq bitta burchak chizib olaman. Boya biz buni nima degan edik? 2 alfa degandik. Ya'ni mana burchak chizib oldim qaytib. Tushundilaringiz-a? Bu yerimiz nima edi bizda? 2 beta edi. Mana bu yerimiz x edi. Shunga bitta parallel to'g'ri o'tkazsak, mana bu ikki parallel to'g'ri parallel 3-to'g'ri o'tkazamiz. Ichki almashinuvchi burchak bu yer 2 alfa, bu yer 2 beta. Bizdan mana shu burchakni so'raganida x ga teng. X'imiz 2 alfa plus 2 betaga teng bo'ladi. Tushundilaringiz o'quvchilar? Menimcha bundan oson yechimi yo'q. 2 ko'paytirilgan 40 80 gradus. Har xil formulalar ishlatayotganim yo'q. Hammasini chizmalar yordamida qo'shimcha chiziqlar o'tkazib tushuntiryapman. Bundan oson tushuntirish iloji yo'q menimcha. Tushundilaringiz-a demak. Yana davom etamiz. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. Buni tushunish uchun, 7-savolni tushunish uchun mana buni tiklab qarashlaringiz kerak. Ikkita parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chizig'imiz bilan kesganimizda nimalar hosil bo'ladi va yana bitta ish qilishlaringiz kerak. Qanday ish? Mana bu yerdan bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazishimiz kerak. 3-parallel to'g'ri chiziqni ham o'tkazishimiz kerak. Uchinchi parallel to'g'ri chiziqni ham o'tkazganimizdan keyin ichki almashinuvchi burchaklar teng bo'ladi-ku. Ichki almashinuvchi burchaklar teng bo'ladi. Shunda mana bu yer 50 gradus bo'lsa, mana bu vertikalligidan 50 gradus. Mana bu yer ham keladida 50 gradus bo'ladi. Shunda ko'rinib turibdiki, x'imiz necha gradus bo'lar ekan? X'imiz 50 gradus bo'lar ekan. To'g'rimi o'quvchilar? Endi keyingisida diqqat bilan ahamiyat bering. Ichki almashinuvchi bo'lganidan mana bu yeri y, mana bu yeri ham y bo'ladi. Xo'p. Mana bu 3-parallel to'g'ri chiziqda mana bu kesuvchi ichki almashinuvchi burchak mana bu yeri x ga teng, mana bu yer keladida y ga teng bo'ladi. Tushundilaringiz-a? Ichki almashinuvchi burchaklar tengligidan mana bu burchagimiz yig'indisi, 3ta burchagimiz yig'indisi x plus 70 plus y ning yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. X plus y teng 110 gradus. X'imiz 50 gradusga teng plus y teng 110 gradusga. Y ni topsam 60 gradus. Y dan x ni ayiradigan bo'lsam 60 dan ayriladi 50. 10 gradus chiqar ekan. Demak, misolimiz javobi y minus x ni so'ragan bizdan 10 gradus bo'lar ekan. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingisida yana muammoliroq, ishkalroq savol berilgan ekan. Xo'p, diqqat qiling. Qaranglar. Boya tushuntirganimday, ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi ikkita parallel to'g'ri chiziq berilganida, ichki bir tomonli burchaklarimiz yig'indisi mana bu burchagimiz 3x, mana bu burchagimiz 3y. 3x plus 3y 180 ga teng bo'ladi. Bu yerdan x plus y ni topadigan bo'lsak, 60 gradusga teng bo'ladi. X plus y imiz 60 gradusga teng. Endi alfa nimaga teng bo'ladi? X nimaga teng bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz.
70 gradus nimaga teng bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz. Shu uchun biz mana bu yerdan bitta parallel to'g'risig'i o'tkazib olamiz va mana bu yerdan ham bitta parallel to'g'risig'i o'tkazib olamiz. Endi qaranglar. Mana bu 2x bo'lganligi uchun, mana bu burchagimiz 2x bo'lganligi uchun mana bu burchagimiz keladida ichki almashinuvchiligidan bu yeri ham 2x bo'ladi. Mana bu yerimiz y bo'lganligi uchun keladida bu yeri ham y bo'ladi. Demak, alfani yozamiz. Alfamiz 2x plus y ga teng. Ichki almashinuvchi burchaklar tengligidan. Endi 70 nimaga teng bo'ladi? Diqqat qiling. 70 shu yerda mana burchagimiz x bo'lganligi uchun keladida mana bu yer x bo'ladi. Xo'p. Mana bu burchagimiz to'lig'i 2y bo'lganligi uchun keladida mana bu yer 2y bo'ladi. Shunda 70 gradus teng bo'lar ekan x plus 2y teng bo'lar ekan 70 gradus. Mana shu sistemani yechib x va y ni topishimiz kerak. Tepadan pastdan tepani ayirib yuborsam y teng bo'ladi 10x ga, x ni topadigan bo'lsam 50 gradus. Bo'ldi. Alfani topamiz. Alfamiz 2 ko'paytirilgan 50 plus 10 110 gradus ekan. Xo'p, qo'shimcha chiziqlar o'tkazib yechishlarga doir sizlarning kitoblaringizda misollar rosa ko'p. Bemalol o'tirib shug'ullansalaringiz bo'ladi. Menimcha yechib ham bo'lgandirsizlar. Keyingisiga o'tamiz. Borgan sari chizmalarimizda turli xil savollar kelyapti. Diqqat qiling. Bu savol ham qiyin emas. Parallel chiziqlar ko'rsatilgan. Ko'rsating deb savol berilgan. Qaranglar o'quvchilar. Parallel to'g'ri chiziqlarni ko'rsating deb savol berilgan va to'g'ri chiziqlarga nom berib ketishgan. Diqqat bilan ahamiyat berib eshiting. Xo'p. Mana bu vertikalligidan 50 gradus bo'ladi. Birinchi boshdan boshlaylik. 50 gradus bo'ladi. Keyin mana bu 50 gradus bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan mana bu yer ham 50 gradus bo'ladi. Keyin bu ham 50 gradus bo'ladi. Mana bu yer ham 50 gradus bo'ladi. Demak, qaranglar, ahamiyat beringlar. 50 bilan vertikalligidan 50 bilan 70 o'zi aslida teng bo'lishi kerak, lekin bizda teng chiqmayapti-ku. Shu sababli f bilan d parallel emas. Y bilan D ham parallel emas. Lekin mana bu yer 50 gradus bo'lganligi uchun biz hozir shu yerda bitta narsani xato qilmadikmi? Mana buni parallelligini aytmasdan turib biz 50 deb olib ketyapmiz. To'xtanglar. Mana bu jihatiga qaraylik. Qo'shni bo'lganligi uchun mana bu 60 gradus. Mana bu yer ham 60 gradus. To'g'rimi? Demak, pastdagi burchaklar yordamida biz f bilan y ni nima deya olar ekanlik? Parallel deya olar ekanlik. Ana endi mana bu yer 50, mana bu yer 50, mana bu yer 50, ichki almashinuvchiligidan bu yer ham 50 bo'ladi. 50 bilan 70 teng emas. Shu sababli f bilan d parallel emas, y bilan d ham parallel emasligini ayta olamiz. F bilan y parallelligini aytdik. O'z javoblarda faqat bitta javob berilgan ekan. Yoki A va B ni parallelligini tanlash kerak, yoki D va Y ni, yoki B va D ni. B bilan D hech qachon parallel bo'lmaydi. D chiziq bu, B chiziq bu. U hech qachon parallel bo'lmaydi. D bilan Y parallel emasligini isbotladik. A bilan B A bilan B parallel bo'lishi mumkin edi. Mana bu yer 50, mana bu yer 60 gradus, keladida bu yer ham 60 gradus bo'ladi. Mana bu yer 50 bo'lsa, bu yer ham 50. 50 bilan 60 tengmi? Yo'q, teng emas. Demak, A bilan D ham hech qachon parallel bo'la olmaydi. To'g'ri javob B bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldi? Yaxshi, davom etamiz. Bu yerda bir nechta parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazishimiz kerak. Birinchi parallel to'g'ri chizig'imizni mana bu ko'rinishda o'tkazamiz. Xo'p, yaxshi. Ikkinchisida mana buni davom ettiramiz. Uchinchisida mana buni davom ettiramiz.
Va to'rtinchisida mana bu yerda bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Xo'p, ana endi bu parallel to'g'ri chiziqlarni o'tkazganimizdan keyin misol yechishni boshlaymiz. Diqqat bilan ahamiyat berib eshiting. Xo'p, D1 bilan D2 bizda parallelligi berilgan. Mana bu yerimiz 72 gradus. Mana bu burchagimiz 72 gradus. Xo'p, bu burchagimiz 72 gradus ekan. Mana bu burchagimiz 63 gradus. Diqqat bilan ahamiyat berib eshiting. Ichki almashinuvchi burchaklar tengligidan foydalanishimiz kerak. Mana bu yer 104 gradus bo'lsa, qo'shnisi 76 gradus. Ichki almashinuvchi burchaklardan bu yeri ham 76 gradus bo'ladi. Xo'p. Endi mana bu yeri 72 gradus bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan keladi-da, mana bu yeri ham 72 gradus. To'lig'i 180 gradus edi. Shunda 72 plus 63 plus x, mana burchakni x dedim. 180 gradusga teng. 135 plus x teng 180 ga. X ni topsam 45 gradus. Endi mana bu yer x bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan bu yer ham x bo'ladi. Alfa plus x plus 76 teng 180 ga. Alfa plus x'imiz 45 plus 76 teng 180 ga. X ni topsak 180 minus 1, 11, 12, 120. X teng 59 gradus chiqar ekan. Burchagimiz demak 59 gradus ekan. 10-savolimizda javobimiz B ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolda xo'p, bizda alfa va beta minus alfani toping deb savol berilgan. Kelinglar shu berilgan parallel to'g'ri ozroq davom ettiraylik. Buni ham davom ettiramiz. Mana bu yer 140 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer keladida necha gradus chiqadi? 40 gradus chiqadi. Bu yerda 180 dan 95 ni ayiradigan bo'lsam, 85 gradus chiqadi. Xo'p. Endi mana shu chiziqni davom ettiramiz. Va mana bu yerdan yana bitta parallel to'g'ri o'tkazamiz. Endi mana burchagimiz 40 gradus edi. Vertikalligidan mana bu ham alfa bo'ladi. Bu yer bizda 40 gradus edi. Xo'p. Ikkita to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar tengligidan mana bu 40 gradus bo'lsa keladi-da, bu ham 40 gradus bo'ladi. Xo'p. Mana bu yer 85 gradus bo'lsa, keladi-da, mana burchagimiz ham 85 gradus bo'ladi. Endi 40 gradus alfa, mana bu burchagimiz to'lig'i betaligidan beta minus 85 gradus bo'ladi. Ichki almashinuvchi burchaklardan mana bu burchagimiz ham keladi-da, beta minus 85 gradus bo'ladi. Xo'p. Endi shu uch burchakdan foydalanmaslikni harakat qilyapman. Uch burchakdan foydalanmasdan yechsa bo'larmikan? Mana bu burchagimizni topsak bo'ladi. Mana bu burchagimiz qo'shniligidan 180 dan ayiraman beta minus 85 ni.
180 minus beta plus 85 gradus 5 265 minus beta bo'ladi. Mana burchagimiz beta minus 265 minus beta bo'lar ekan. Bizdan beta minus alfani so'ragan. Burchakdan foydalanmasdan yetsa bo'larmikan deb harakat qildim, bo'lmayapti. Xo'p, qaranglar. O'quvchilar uchburchaklar berilgan bo'lsa, bitta uchburchak berilgan, uni ichki burchaklari alfa, beta, gamma bo'lsa, ularning yig'indisi alfa plus beta plus gamma 180 gradusga teng bo'ladi. Shundan bitta burchagimiz mana bu, ikkinchi burchagimiz alfa, uchinchi burchagimiz 40 gradus. Alfa plus 40 gradus plus 265 minus beta 180 gradusga teng. Alfa minus beta plus 305 gradus teng 180 ga. 305 ayrish bo'lib o'tadi. Alfa minus beta teng minus 120 gradus. Minusni ta'sir qildirsam beta minus alfa 120 gradusga teng bo'lar ekan. Bundan ham osonroq usuli bor bo'lsa kerak, bilmadim, xayolimga kelmadi. Mana bu yerdan bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazaylikchi. Parallel to'g'ri chiziq o'tkazganimizda beta minus 85, mana bu yer ham beta minus 85 bo'lib qolar ekan. Xo'p, 40 gradus bo'lsa boshqacha yo'li bor ekan. Xo'p, buni tushundilaringiz o'quvchilar. Kelinglar boshqacha usulda yechamiz. Ya'ni uchburchakdan foydalanmasdan yechamiz. Qaranglar. Videoga olindi. Videoda bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi. Ya'ni men uchburchakdan foydalanmasdan yechib tushuntirishga harakat qilyapman sizlarga. Diqqat qilinglar. Mana bu to'g'ri chiziq, mana shu nuqtaga ham bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazdim. Xo'p. Endi mana bu yerga ham bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazaman. Buni nimaga ham? Nuqtaga ham. Endi bizda hosil bo'layotgan burchaklar mana bu yer 40 gradus bo'lsa, qo'shniligidan 40 gradus bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan bu yer ham 40 gradus. Xo'p, bu yer keladida bizda 40 gradus bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. Endi mana bu yer bu bilan bu parallelligidan mana bu yer alfa plus 40 mi? Keladida bu yer ham alfa plus 40 gradus bo'ladi. Endi alfa plus 40 gradus bo'ldi. Endi mana bu yerdan mana bunga parallel to'g'ri davom ettirsam, mana bu yeri 85 gradus bo'ladi. Ichki almashinuvchiligidan bu yeri ham 85 gradus. Bo'ldi ana o'quvchilar. Beta teng bo'lar ekan alfa plus 40 plus 85 ga. Shundan kelib chiqadi beta minus alfa 125 gradusga. Bu usul ancha oson ekan. Bemalol harakat qilib o'rgansa bo'ladi. Javob C. Tushundilaringiz-a? Boshida yechayotganda xayolga kelmadi-da. Xo'p, keyingi savolimizda diqqat bilan ahamiyat beringlar. 12-savolda ikkita parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklardan biri ikkinchisidan 4 marta katta. Bu burchaklarning kattasini toping. Mana aytayaptiki, ikkita to'g'ri chiziq, parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklardan bittasi ikkinchisidan 4 marta katta ekan. Bittasi alfa bo'lsa, ikkinchisi 4 alfa ekan. Alfa plus 4 alfa 180 gradusga teng bo'ladi. Alfani topsak 36 gradus. Kattasini top degan 4 kira 36 144 gradus bo'ladi. Agar kichigini so'raganda edi. Bu 4 alfa, pastda bo'lsa 36 gradus. Kichigi. Kattasi bizda shunda A javob chiqar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimizda rasmda ma'lumki A va B to'g'ri chiziqlar parallel emas. B to'g'ri chiziqni B nuqta atrofida qanday eng kichik burchakka bursak, B to'g'ri chiziqni B nuqta atrofida qanday eng kichik burchakka bursak, A va B to'g'ri chiziq parallel bo'ladi. O'quvchilar bitta narsaga diqqat qilinglar. Tasavvur qilinglar, faraz qilaylik. A va B to'g'ri chiziqlar bir-biriga parallel deb. A va B to'g'ri chiziqlar bir-biriga parallel.
uchinchi to'g'risiq bilan kesganimizda mana bu yer 60 gradus bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan bu yer ham mana bu vertikalligidan 60 keladida, bu yerda mana bu ham necha gradus bo'ladi? 60 gradus bo'ladi. Tushundingizmi? Endi demak, boshida mana bu necha gradus edi? 42 gradus edi. Mana shu A ga parallel B nuqtadan ozgina parallel qilib bursam, mana burildi. Mana bu 60 bo'lsa, pasi ham keladida necha bo'lish kerak? 60 bo'lish kerak ekan. Demak, 42 plus x teng 180 ga, 60 ga x ni topsak 18 gradus. Eng kamida necha gradusga burishimiz kerak ekan? 18 gradusga burishimiz kerak ekan. Tushunarli bo'ldimi? Javob nima bo'lar ekan? C javob bo'lar ekan. Eslaringizda ham qoldi. Xo'p, yana davom etamiz. Xo'p. Ovoz, ekran yaxshi ko'rinyaptimi? Yozib yuborsalaringiz yaxshi bo'lardi. Hech qanaqa muammo yo'qmi? Ha, yaxshi. Demak, ovoz yaxshi bo'lsa, sizlarga yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, demak, davom etamiz. Xo'p. 1 daqiqa. Parallel to'g'ri chiziqlardan ikkinchi test. Xo'p, 14-savolga keldik. Aytayaptiki, A va B lar bir-biriga parallel bo'lsa, alfani toping deb savol bergan. Ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi necha gradus bo'lardi o'quvchilar? Bu yeri x bo'lsa, bu yeri ham x. Mana bu yeri y bo'lsa, bu yeri ham y, to'g'rimi? 2x plus 2y teng bo'lardi 180 gradusga. X plus y ni topadigan bo'lsam 90 gradus chiqar ekan. X plus y imiz 90 gradus chiqdi. Boya men sizlarga aytuvdim. Mana shu nuqtaga bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Shunda alfani teng bo'ladi x plus y ga. X plus y imiz 90 gradusligidan alfamiz ham 90 gradusligi kelib chiqadi. Javob nima bo'lar ekan? D bo'lar ekan. Keyingi 15-savolga o'tamiz. 15-savolda D1, D2, D3, D4 lar bir-biriga parallelligini aytilgan. X plus y ning qiymatini toping deb savol berilgan. Birinchi mana bu to'g'ri chiziqni davom ettiramiz parallel. Keyin buni davom ettiramiz. Keyin buni davom ettiramiz. Bizdan x plus y ni toping deb savol berilgan. Xo'p, yaxshi. Diqqat bilan ahamiyat berib eshiting. Mana bu yer 40 gradus. Ichki almashinuvchiligidan keladida mana bu yer ham 40 gradus. Endi biz nimani ishlatib bo'ldik? Mana bu 140 ni ishlatib bo'ldik. Mana bu 40 gradus bo'lsa, bu yeri ham 40 bo'ladi, bu yeri ham 40 bo'ladi. Shunda jami 80 gradus. Endi nimani ikkita parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesganimizda hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng bo'lsa, mana bu yer 80 gradus bo'lsa, keladida bu yer ham 80 gradus bo'ladi. Xo'p, 80 ga qo'shni burchak, ya'ni 80 plus x teng 180 ga bo'lsa, x ni topadigan bo'lsak 100 gradus chiqar ekan. X imiz 100 gradus chiqdi. Endi buni ham o'chirib tashlaymiz. Kerak emas. Bu yeri y bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan mana bu yeri ham keladi y bo'ladi. Y plus 3 ta 40 bu 120 degani. Teng 180 ga y ni topsam 60 gradus. Bizdan x plus y ni so'rayapti. 100 ga 60 ni qo'shsam 160 gradus bo'lar ekan. Demak, x plus y imiz 160 gradusga teng. Har bittasini shunaqa topib, keyin qalamda o'chirgichda o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi. Qalamda yechayotganda. Birinchi mana bu uchta burchagi tengligidan bisiktirishsa-ku, birinchi 40 ni topib olamiz. Uchalasi ham 40 bo'lgandan keyin x ni topamiz, keyin y ni topamiz. Bo'ldi. Misolimiz javob mana shu zaylda topiladi. Ikki parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesishidan hosil bo'lgan
ichki bir tomonli burchaklardan birining yarmiga ikkinchisining 3/1 qismini qo'shilsa 70 gradusga teng bo'ladi. Xo'p, ikkita parallel to'g'ri uchinchi to'g'ri bilan kesganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklardan birining yarmiga, demak bu alfa bo'lsa, bu beta ekan. O'zi alfa plus betaning yig'indisi 180 gradusga teng. Demak, birining yarmiga kichigining yarmini deylik, 2/1, kattasining 3/1, ya'ni betaning 3/1 qo'shsak 70 ga teng bo'ladi. Burchaklardan kattasini toping deb savol berilgan. 6 umumiy yaxshi bersak 3 alfa plus 2 beta teng 420 ga tepani ham 3 ga ko'paytirib yuboramiz. Tepani 3 ga ko'paytirib yuborsak 3 alfa plus 3 beta teng 540 gradusga. Ayirib yuborsam beta teng 120 gradusligi kelib chiqar ekan. Demak, beta burchagimiz, eng katta burchagimiz 120 gradusga teng bo'lar ekan. Xo'p, 17-savolga keldik. Juda ham ajoyib chizmalar berilgan. Diqqat bilan ahamiyat berib eshiting. Tushuntiraman demak. A va B bir-biriga parallel bo'lsa degan. Topishimiz kerak biz x ning qiymatini topishimiz kerak. X ning qiymatini topishimiz kerak. Xo'p, yaxshi. Diqqat bilan eshiting. Birinchi 50 gradusdagi nuqtaga parallel chiziq o'tkazamiz. 50 gradusdagi nuqtaga. Endi ikkita x dagi nuqtalarga parallel chiziqlar o'tkazamiz. Mana parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazdik. Diqqat bilan ahamiyat berib eshiting. Formula yodlamasdan misollarni bemalol yechsa bo'ladi. Faqat ahamiyat berib eshitib tursalaringiz bo'ldi. Bu 52 gradus bo'lsa, mana bu yerga keladida, mana burchagimiz keladida 52 gradus bo'ladi. To'lig'i x edi, shunda bu x minus 52 qoladi. Bu ichki almashinuvchiligidan bu yer x minus 52 chiqadi. Xo'p, mana burchagimiz beta edi. Ichki almashinuvchiligidan mana bu yer beta bo'ladi. Bu yer beta bo'ladi. Bu 48 bo'lsa, bu yer ham 48 gradus. Xo'p, 48 bilan betaning yig'indisi x ga teng. Pastda x minus 52 plus betaning yig'indisi bo'lsa 50 ga teng. Mana shu sistemadan nimani topishimiz mumkin bo'ladi. Diqqat qiling. Tepadan pastni ayirib yuborsak, betalar qisqarib ketadi. 48 minus x plus 52 teng x minus 52. Bunga buni qo'shsak 100, 50 ham qo'shish bo'lib o'tadi, teng 2x ga. X ni topsak 75 gradus. Bo'ldi ana. Tushunarli bo'ldimi? Bu yerda ham faqat parallel to'g'ri foydalanib yechsa bo'ladi. Keyingisida qaranglar. Yaxshi savol berilgan. Mana bu chiziqni davom ettirsak, bu yer x plus 10, bu yer ham x plus 10. Ikkita parallel to'g'ri uchinchi to'g'ri bilan kesganda ichki almashinuvchi burchaklar teng bo'ladi. Mana bu burchak bilan mana bu burchak ichki almashinuvchi, ya'ni shunda 2 ko'paytirilgan x plus 10 teng bo'ladi 3x minus 10 ga. 2x plus 20 teng bo'ladi 3x minus 10 ga. X teng 30 gradus. Misolimiz javobi 30 gradus. B javob bo'ladi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Ahamiyat beringlar. Mana bu yer 3x plus 40 ichki almashinuvchiligidan mana bu yer ham keladida 3x plus 40. Xo'p, bular nima ekan? Qo'shni burchaklar. X plus 3x plus 40
teng 180 ga x ni topsak 35 gradus. Xo'p, x ni topdik mana. Endi diqqat bilan eshiting. X imiz 40 gradus ekan. Bizda berilganlarga ko'ra shuni toping degan. Bu bilan bu parallel edi. Endi x imiz 35 gradus. Bizga bu yoqni nimaga bergan bilmayman. Biz uje x ni topib bo'ldik. Javob A bo'lar ekan. Javobini ham tekshirib ko'rsak bo'ladi. 19-savol A ekan. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingisida ham ajoyib savol berilgan. AB bilan YD parallel. AB bilan YD parallel. BF va CF bisektrisi YDC burchakni toping. YDC burchakni toping deb savol berilgan. Xo'p. Demak, boya o'rgatuvdim. Mana bu yeri alfa, bu yeri alfa, bu yeri beta, bu yeri beta. Mana bu uchburchakka ahamiyat beringlar. Mana men boya chizib qo'yayotgan uchburchakka ahamiyat bersak, alfa plus beta plus 50 180 gradusga teng, to'g'rimi? Alfa plus betamiz shunda 130 gradusga teng bo'ladi. Endi men sizlarga boya o'rgatdim mana bunaqa formulani. Burchaklar yig'indisi necha gradus bo'ladi degan. Mana bu burchagimiz 2 alfa, mana bu o'rtadagi burchagimiz 2 beta, pastdagi burchagimiz x. 2 alfa plus 2 beta plus x 180 gradusga teng. 2 ko'paytirilgan alfa plus beta plus x teng 180 emas, 360 gradusga formulada. 360 gradus. Alfa plus beta bizda 130 gradus, 2 ga ko'paytirsak 260 gradus plus x teng 360 gradusga x ni topsak 100 gradus chiqar ekan. Misolimiz javobi 100 gradus. O'quvchilar, bugun yangi mavzu o'tmayman. IDC ni ikkinchi qismidagi uyga vazifani PDF formatida tashlab qo'yaman. Hozir videoni ham va uyga vazifani PDF formatini ham tashlab qo'yaman. Parallel to'g'ri chiziqlar va birinchi mavzuni yaxshilab tugatamiz. Xudo xolisa ikkala mavzu aralashgan 20 tali test olishga harakat qilaman. Ertaga ertalab va chorshanba kuni uchburchaklarni boshlaymiz. Kelishdikmi? Astoydil mavzuni yozib, mavzu daftarimizga birinchi mavzuni va ikkinchi mavzuni takrorlab, ikkinchi mavzuni yaxshilab tugatamiz. Parallel to'g'ri chiziqlarni Xudo xohlasa chorshanba kuni nimani boshlaymiz? Uchburchaklarni boshlaymiz. Salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha.